Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Xo'p, bugungi e'tiborimiz markazida volatili paralari. Volatili 100, volatili 500 hammasida qanaqa zonalarni ishlatish haqida. Volatili paralarda esingizdan chiqarmanglar, qayta kirish muhim, juda ham muhim. Bitta stop lossdan keyin yana kirish juda ham muhim. Xo'p, bir boshdan aytadigan bo'lsak, zonamiz kanalimda misol uchun men aktivniy zona berdim, 10 punktli zona. 10 punktli zonani belgilab olganingizdan keyin bozor harakatini kuzatasiz. Bozor harakatida eng 15 shamcha kelib bayga buzib qo'ydi. Xo'p, bu tasdiq eng 15 buzib yopilishi. Bayga tasdiq berdi. Biz bu joydan bayga qo'shilmaymiz, retestdan qo'shilamiz. Xo'p, retestga kelganda bu bayga yurmadi, selga buzib bitta M15 selga buzib yopildi. Bu bizning bitta M15imiz juda ham muhim. Stopimiz qisqartirish uchun M15 olingan. M15 buzib yopildi, stop lossga berdik va shu M15 ni o'zi selga tasdiq bo'lib xizmat qiladi. Tasdiq bor, yana selga ochamiz degani emas, chunki bu buzib yopgandan keyin pastroqqa ham tushishi mumkin. Retestdan sel ochishni boshlaymiz. 10 punktli zonaga. Xo'p, selga tasdiq berdi, retestga keldi, sel ochdik, ishlab oldik. 1 ga 2 satnchini ushlash juda ham muhim. Har doimgidek eng pastdagi zdelkalarni yopib, tepadagini bezovga olib qo'yamiz. 1 ga 1 hammasini tasavvur qilaylik, hamma bitimlarimizni 1 ga 1 stop take profitda olib chiqib ketdik. Bozor yana harakatlanib shu zonaga keldi. Shu zonaga kelganda hali ham sel aktiv deb hisoblaymiz. Yana selga retest deb hisoblab sel ochishni boshlaymiz. Ozgina reaksiya berdi va M15 bayga buzib yopildi va bayga buzib yopilishi aynan shu shamcha buzib yopilishi selga stop loss olganligini va bayga tasdiq berganligini bildiradi. Xo'p, bayga tasdiq bor, shu joyda yana bitim ochamiz demaymiz. Обязательно eslatib, faqat zonani ichidan kiramiz. Zonani ichidan kirdik va bu bayga retest bilan ketdi. Bayga tasdiq bor deb retestdan bay ochishni boshlaymiz. Xo'p, bizda nima qilishimiz mumkin? Birinchi marta bozorga kirishimizda bir kun davomida doim minimal riskda, minimal lotlarda ishlashimiz kerak. Ya'ni 1% yoki 0.5% stop lossga beraman deb hisoblab, harakat qilib ochishimiz kerak. Birinchi martasida 0.5% siz stop lossga berdingiz, 1% stop lossga berdingiz, chiqib ketdingiz retestdan, siz 2x ochishingiz kerak. Lotlaringizni, misol uchun bu yerda 4 lot ochgan bo'lsangiz, bu yerda 8 lot ochishingiz kerak yoki bu yerda 1 lot ochgan bo'lsa, bu yerda 2 lot ochishingiz kerak. Xo'p, ishlab berdi. Avvalgi minusimiz qoplangandan keyin, avvalgi minus qoplangandan keyin yopishimiz juda ham ma'qul narsa. Birinchi stop lossdan yegan minusimizni qoplab chiqib ketishimiz juda ham ma'qul narsa. Depozitga joyiga qo'yishimiz. Va xo'p, ozgina foyda bilan zararni qopladik, ozgina foyda bilan bozordan chiqdik, retestga keldi va yana bitta stop loss oldik bayga. Endi bu yerda yana minimal riskda avvalgi bitta stop loss, bitta take profitimiz bilan zararimiz yo'q, yana minimal riskda kiramiz. Ya'ni minimal lotlarda minimal riskda 1% ni xavfga qo'yish uchun. Bayga tasdiq berdi. Mana shu yerda yana biz minimal riskda ochgandik sel, bu stop loss oldi. Bu yerda yana biz 2x bayga ochamiz. Agar shu narsa bayga tasdiq berib, bayga yurmasa, yana selga buzgan bo'lsa, keyin buni 3x qilishimiz kerak. Qayta kirish bizda doim muhim. 3x qilgan bo'lsa ham, lekin harakat doim qoplab bergan. Menimcha, volatililarda 3x qiladigan zonalar ko'p bo'lmasa kerak, lekin 3x ga ham tayyor turish kerak. Lotimizni bu yerda 1 lot ochgan bo'lsak, stop loss oldik, bu yerda 2 lot ochdik, bayda zararni qoplab, ustiga ozroq bo'lsa ham foyda olib chiqib ketishimiz kerak. Ko'proq foyda olaman, hammasini qoplayman deb o'tiradigan bo'lsa, yana agar retest kelib bezib bitgan oladigan bo'lsa yoki selga buzib stop loss oladigan bo'lsa, zararimiz avvalgisining ustiga yana 2x minib ketgan bo'ladi. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Bizda qayta kirish juda ham muhim va birinchi kirish doimiy ravishda minimal riskda bo'lishi kerak. E'tiborlar uchun rahmat. Volatili paralarda ham kanalimizda signal zonalar berib boshlanadi. Rahmat kattakon.